Akalar, hammaga salom. Bu videoda biz go'zal va muqaddas qalblar sohibalarini ko'ngliga bir nazar tashlagan holda 40 ta tuyadagi yukni bittasini raspakovka qilamiz. Aynan qizlar yigitlarni qanaqa yo'llar bilan sinashi haqida gaplashamiz. Endi qizlar yigitlarni sinashar ekan, bir sinovdan o'tish kerak ekan. Hayot ham xuddi shunday qilib yigitlarni, odamlarni sinaydi, shunga o'xshagan sinov bo'ladi deb qabul qilish kerak emas. Qizlarda unaqa sinovi o'zi mana shu ibtidoiy davrda sinovlari. Juda ibtidoiy gavna testlar, gavna sinovlar. Gavno so'zini bekorga qo'shmayapman. Biz prosta juda ham ideallashtirib olganmiz ayol obrazini. Har xil romanlar o'z rolini o'ynagan. Oddiy bitta qo'shiq, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Endi bu bilan ayollar muqaddas emas demoqchi emasman, ammo o'ziga yarasha. Avvalambor bu videodagi gaplar hammaga oson tushunarli bo'lishi uchun 3 ta termin bor. Tushuntirib o'tib ketay, baribir biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Shu sababli aytib o'tganim yaxshi. Men aytgancha yozib olganman qanaqa sinovlar bo'lishini, endi esimga kelganini. Birinchi termin bu manipulyatsiya. Manipulyatsiya o'zi nima? Manipulyatsiya sizga bilintirmasdan sizni boshqarish. Misol uchun oddiy mana shu detskiy sadikdagi, shu bog'chadagi manipulyatsiyalarga haligacha mana shu erkak kishi 40 ga 50 ga kirgan bo'lsa ham men hayotimda ko'rganman shu narsani, mana shu manipulyatsiyalarga podavаться qiladi. Ya'ni mana shunaqa manipulyatsiyalar erkak kishiga ta'sir qilaveradi. Erkakmisiz siz? Erkaklar bunaqa ish qilmaydi deydi. Keyin ayol kishi xohlagan narsasini eri qilishi kerak. Agar eri mana shu ishni qilmaydigan bo'lsa, ayol kishi xotini xohlaganini qiladi. Значит, u erkak emas. Ko'ryapsiz, mana shunaqa manipulyatsiya. Endi bitta misol qilib keltirdim. Bundan keyin ultimatum. Ultimatum bu mana shu ishni qilasiz deb sizga primoy aytadi. Agar qilmasangiz, asoratlarini sizga tushuntirib qo'yadi. Yoki men ketaman, yoki munosabatlarimiz yomon bo'ladi deydi. Keyin provokatsiya. Bu endi provokatsiyani har xil tushunish mumkin. Hozir men ishlatadigan mazmun, bu provokatsiyadagi mazmuni har xil hissiyotlarga sizni chorlaydi. Misol uchun, aybdorlik hissiyotini sizga singdirmoqchi bo'ladi. Misol uchun, mana shu palonchi dugonami eri xotinini boshida ko'tarib yuribdi deydi. Siz avtomaticheski batda полноценный erkak emassiz, to'liq erkak emassiz, 15 ta kam erkaksiz, erkak bo'lishga yetib kelolmayapsiz hali. Mana shunda siz endi o'zingiz tushunib turibsiz, hozir vaziyat neto bo'lishi mumkin. Finansiy problemalar bo'lib yurgan bo'lishi mumkin siz o'zingizda. Lekin mana shu gap uchun palonchini eri yaxshiroq bo'lgani uchun siz o'zingizda hissiyot singdirib olasiz, внушать qilib olasiz o'zingizga. Что siz полноценный erkak emassiz, уже o'zingizni aybdor his qilib yurasiz mana shu joyda. Bu video juda ham katta bo'lib ketgani sababli videoni qismlarga bo'lib joylashtirishga qaror qildim. Agar sizda ayollar bilan munosabatlarda birorta o'zingizga savolingiz tug'iladigan bo'lsa, kommentariylarda yozishingiz mumkin yoki anonim bo'lib qolmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Telegram yoki Instagramlarda menga личный сообщениеda yozishingiz mumkin. Keyingi videolarda bu savollarga javob berib o'taman. Albatta videoga like bosing, bo'ydoq bo'lgan yigitlarga jo'nating, ko'rishsin, o'ylab ko'rishsin bu narsalar haqida. Zarar qilmaydi как minimum. Bundan keyin kanalga obuna bo'ling. Albatta, shu qo'ng'iroqchasini ham bosib qo'ying. YouTube ning algoritmlarini biroz qidirlab qo'ying. Tak, endi ana shu sinovchalarga o'tamiz. Endi ibtidoiy sinovlar. Yana qaytarib o'taman. Bu sinovlarga hech qachon bir seriozning imtihonga tayyorgarlik ko'rgandaqa yondashib e'tibor berishni keragi yo'q. Ya'ni internetda ko'p ko'rganman videolar, ingliz tillarida ham, rus kontentda ham ko'rganman. O'zimizda ham bo'lsa kerak. Mana shu sinovlardan o'tgan, mana bunday qilgan qiz saniki bo'ladi, mana bunday qilsang qiz sani voqindan yugurib yuradi. Mana shunaqa gaplarni gapirsang, sani qiz sevib qoladi. Bunaqa ishlamaydi. Mana hozir o'zingiz baribir mana shu videoda tushunib olasiz nima uchun bu narsalar ishlamasligini. Bundan tashqari bunaqa sinovlar sizni mana shu qiz bilan birinchi uchrashuvda toki o'g'lim sizlarni ajrashtirgungacha ishlaydi. Mana shu sinovlarni qiladi ayol kishi.
Birinchi gavna sinovlardan eng asosiylaridan biri bu yigitni pul bilan sinash. Ya'ni bu qizlarni tilidan erkaklarning tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, pul bilan sinalgan yigitni bilish uchun, gap desam qo'limga qo'narmikin deyish uchun qilinadi. Odatda ayollar qizlariga mana shunaqa tarbiya beradi yoki o'zi taklif qiladi. U agar qizda ikkita tanlov turadigan bo'lsa yoki bittadan ko'p tanlov bo'layotgan bo'lsa, vыбор bo'lsa, onasidan so'raydi qaysi birini tanlaydi. Onasi odatda endi bizda hozir qanaqa ayollar ko'payyapti? Hamma gelikda yaxshi ko'radigan ayollar ko'payyapti bizda. Mana shunaqa boylikka o'ch mukkasidan ketgan ayollar pul bilan sinadi. Pul bilan sinasang yoki u erga tekkaningdan keyin mana shu sen uchun hamma narsani qilib beradi deb qiziga dushmanlik qilib qo'yganini o'zi ham tushunmay qoladi. Pul bilan sinaladigan yigitlar qanaqa bo'ladi? Qanaqa yigitlar bu pul bilan sinovdan o'tishadi? Odatda shu kompot bo'lib qolishi kerak. Shu qizga kompot bo'lib va bundan tashqari boshqa hech qanaqa qiz topolmayman degan tushunchada yashab yurishi kerak. Mana shunda pul bilan sinashdan o'tadi. Keyin turmush qurib yashab yurishgan paytida bu ayol bu bilan baxtli bo'lib yashalmaydi. Chunki bu boshida mana shu pul bilan sinalgan paytida u yigit qizga, ayolga upravляемый, bitta удобный, bitta kresloga o'xshab qoladi xolos. Kreslo bilan bir baxtli bo'la olmaydi ayol kishi. Erkak kishi kerak baribir ayol kishi baxtli bo'lishi uchun. Bir xilga ayollar aytishadi-yu, eshitgan bo'lsangiz, men ham erkalanishni xohlayman, meni ham unaqa qilishlarini xohlayman deydi. Mana shunaqa kreslo mana shu ayolda erkalaydigan bo'lsa, bu ta'sir qilmaydi u erkalanishi. Foydasi bo'lmaydi, chunki mana ayolda, qizni ko'nglida bu erkak degan nomni ola olmadi. Mana shu tabiatdagi samets bo'la olmadi. Mana shuning uchun pul bilan sinagan ayol bu ahmoq ayol hisoblanadi. Men uchun ahmoq ayol. Bundan tashqari birinchi marta ko'rishganingizda birta qiz bilan o'shadan ko'rishib gaplashdinglaring, mana shu joyda siz pul to'laydigan bo'lsangiz ham mana shu ham o'zi aslida sinov. Hozirgi kunimizda u qadimgi davrlarda sinov bo'lmasligi mumkin edi. Endi hozirgi kunda sinov bu. Bundan tashqari hozir mana shunaqa o'sha ota-onalaring mana shu qiz bilan sizni uchrashtirdi va sizlar birinchi marta uchrashlaring, ikkinchi marta uchrashlaring, o'sha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi mana shu paytlarda sizdan qanaqadir отдельный расход qilishingizni so'raydi. Telefon olib bering yoki bu kurtka olib bering yoki ko'ylak olib bering yoki perchatka, bu narsalarda отдельный olib bering deydi. Odatda bu qizlarga ham onasi tavsiya qiladi. Endi bizda onalar go'zal qalblar sohiblari ko'p, ayniqsa qizini tarbiya qilayotganlar. Chunki mana e'tibor bering-da, hamma ayol o'zini qizini o'qishini xohlaydi. Mana to'g'ri qarshi emasman, mana nabarot, majbur hamma bilim olishiga. Lekin qanaqa motivatsiya bilan o'qitishni xohlaydi? Sen o'zingni eplashing kerak deydi. Sen eringga qarab bo'lib qolmasliging kerak deydi. Hech qaysinisida endi juda kam ko'rasiz, juda ham kam ko'rasiz. Чтобы ona qiziga maslahat berayotganini, mana shunday qilib sen ham o'qisang, ering bilan birga mana shu oilani ko'tarasizlar demaydi. Sen o'zingni eplashing kerak degani omma 100% tiqilib yotibdi. Shu sababli bunaqa manipulyatsiyalar sizga ta'sir bo'lmasin. Umuman bir tiyinlik ta'siri bo'lmasin. Chunki birinchidan siz hali uni xotin qilib olganingiz yo'q. U hali ham ota-onasiniki. Birovni xasma deyiladi-yu, lekin u paytda hali ham ota-onasini xasma. Sizga o'tgan yo'q, kafilini olganingiz yo'q siz hali. Shu sababli unaqa rasxodlarini ota-onasi qilsin. Chiroyli qilib tushuntirib qo'ying. Agar siz olib beradigan bo'lsangiz, uni shu aytgan narsasini go'yoki erkakligingizni isbotlab. Mana shu paytda sizni bo'yningizga o'tirgan qiz to'ydan keyin обязательно boshingizga chiqadi. Tushira olmaysiz boshingizdan. Boshingizdan tushiraman deb harakat qilsangiz, siz yomon bo'lasiz, abuser, gazlayter bo'lasiz, tiran bo'lasiz. Sizni shunday psixologически давить qiladi, что siz janjallashib yoki uni qattiq tegib olishingiz mumkin.
kategoricheski urib bo'lmaydi qiz bolani. Ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi, biling shu narsani. Islom dinida taqiqlangan. U boshqa jamiyatlarda normaga kirgan. Islom dinida hech qachon xotinni urish normaga kirmagan. Shu sababli agar siz sog'lom oila, tinch oila qilaman desangiz, sizdan boshida pul so'ragan qiz sizga to'g'ri kelmaydi. Tinch oila bo'lmaydi. Agar ajrashib ketib, yana boshqasi bilan topishib yashab, u bilan ham ajrashib ketib, keyin yana boshqasi bilan topishib yashash siz uchun norma bo'ladigan bo'lsa, bu qizga uylansangiz bo'laveradi. Maza qilib yashaysiz. Tushundingizmi? Shu 1 yilmi, 2 yilmi yo 2 oymi, 3 oymi maza qilib yashaysizlar. Может ko'proq, может 5 yil yasharsizlar. Lekin farzandlaringga bu juda ham katta psixologik travma bo'ladi, sizlar ajrashib ketadigan bo'lsalar. Shu sababli erkak kishiga biroz fikrlashdi, boshqacharoq qilib qo'ygan. O'ylab ko'ring bu narsani. Endi agar qizda birorta bir qiyin ahvol bo'ladigan bo'lsa, может ota-onasi kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, srochno pul kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda sizni pullaringiz cho'ntaklaringizga sig'mayotgan bo'lsa, yordam berishingiz mumkin. O'zingiz hattoki inisiativa qilib. Bu endi hammaning o'zining ishi. Meni yagona qiladigan ishim bu videoda mana shu manipulyatsiyalarni sizga ko'rsatib berish. Keyingi bir gavna testi bu meni xarakterim og'ir deydi. Men og'ir xarakterli odamman deydi. Endi bu qizlarning tilidan erkaklarning tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bu degani men shu kir bo'lsam ham, cho'milmagan bo'lsam ham sevorgin degani. Xarakterim og'ir deb sizga boshida aytgan qiz kelajakda sizni har xil bilatstvalari bo'ladi. Oddiy red flagini ham ko'ringiz eshitadigan bo'lsangiz, red flag deb o'zlaricha gapirib yurishadi-yu, o'zi qarasangiz, u red flagi qizlarda har xil jalabli, yengillik qiladigan ishlariga qarshilik qilmasligi uchun. Ana shu har xil yengillik ishlariga yigitlar xalaqit qilmasligi uchun ular red flag bo'lmaydi, xalaqit qilmasa. Agar mana shu yengillik ishlariga yigitlar xalaqit qiladigan bo'lsa, ular red flag. Mana shu pozitsiyada bir red flagni eshitib ko'ring-da, qanaqa yigitlar ular uchun red flag. Xuddi shunday, agar boshida sizga meni xarakterim og'ir degan bo'lsa, u kelajakdagi har xil mana shu pataskuxani qiladigan ishlarini u qiladigan bo'lsa, u sizga bemalol aytadi. Men sizga boshida aytganman deydi. Haqiqatan ham aytgan xarakteri og'irligini. Siz o'zingiz qanaqa illyuziyani dadumut qo'ygansiz. Xuddi shunday, bu oddiy shu manipulyatsiya. Чтобы siz kelajakda uni qiladigan ishlariga, siz qarshi bo'lishingiz mumkin bo'lgan ishlarga o'ziga zeleный svet yoqib olish uchun, zeleная дорожка qilib oladi. Endi o'zini xarakterini og'ir qilib yoki yomon kачестволаrini sizga gapirgan qizga endi обязательно крest qo'yib qo'yish keragi yo'q. Chunki bunaqa gaplarni odatda birorta poдружка pirdushkasi shunaqa maslahat berib qo'yishi mumkin. Sen xaraktering og'ir, kuyov bolaga aytganda yoki internetdagi birorta allaqab psixologlarning gaplaridan eshitib olgan bo'lishi mumkin. O'ziga shunaqa xarakteristika qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu sababli bu qizga oddiy, spokойный turib, xotirjamlikda главный aytib o'taman, sizni gapirgan gapingiz sizni reaksiyangizdan ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi asosiy ko'riladigan narsa bu reaksiya. Sizni reaksiyangiz. Shu sababli xotirjam o'tirib yoki mana shu gapni, men og'ir ko'tarib yurgim kelmayapti hayotim davomida yoki shunga o'xshagan birorta gap gapirib qo'ysangiz, asosiysi sizni toningiz, qanday gapirishingiz. Mana shu paytda qiz o'zini oqlab to'g'rilab oladi. Agar to'g'rilab olsa, уже дальше u sizga erishishni boshlaydi. Agar mana shu gapini qiz to'g'rilab olmasa, demak, agar siz sog'lom oila qurmoqchi bo'lsangiz, uzoq yashamoqchi bo'lsangiz, farzandlar ko'rib va farzandlaringiz ham sog'lom bo'lib, katta bo'lishini xohlayotgan odam bo'lsangiz, bu qiz sizga to'g'ri kelmaydi.